O'zbekistonda 12 ta viloyatdan kuzatayotgan obunachilarimiz uchun xudo xolasa yangiligimiz bor. Bugun Hikmat Travel'da ofisiga yetib kelganmiz. Bizga like'larni bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yganlarga birinchilardan bo'lib videolarimiz chiqadi. Agar siz ham kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, xudo xolasa sizlar ham birinchilardan bo'lib xudo xolasa videolarni kuzatib borishlaring mumkin bo'ladi. Bizga like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab turgan obunachilarimizga o'zi Hikmat Travel'da narxlar qanaqa bo'lyapti, qachonga reyslar bor, hammasini sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni Abdug'ofur akadan berishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, endi biz obunachilar uchun bitta umra safari haqida to'liq ma'lumot berasiz. 14 kunlik umra paketi o'ziga nimalar kiradi aka, narxlari qanaqa bo'ladi, to'lov masalalari qanaqa, uchish qayerdan bo'ladi aka, hammasini bitta tushuntirib bersangiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p, Toshkent yo'nalishimiz bo'yicha kunlari 9-avgust, 12-avgust, 15-avgust, 19-avgust, 22-avgust, 26-avgust va 29-avgust kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Toshkent yo'nalishi bo'yicha. Xo'p, buni narxini $925 qilib beramiz inshaalloh. Toshkentdan ketmoqchi bo'lgan obunachilarimizga. Xo'p, Farg'onadan ketaman deydiganlar uchun vodiy reyslarimiz, Farg'ona Madina reyslarimiz bor. Buni kunlari 12-avgust, 19-avgust va 26-avgust kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Buni narxini $975 qilib beramiz xudo xolasa. Xo'p, Namangan Madina reysimizni yo'nalishlari kunlari 12-avgust, 19-avgust, 26-avgust kunlari reyslarimiz bor. Namangan Madina reysimizni narxini $1015 qilib beramiz xudo xolasa. Xo'p, sharoitlaring qanaqa bo'ladi deydigan obunachilarimiz uchun sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha gastitsalarimiz uzoqligi, Makka Mukarramada 800 metrdan 2,5 kilometrgacha. Gastitsalarimiz nomi Makka Mukarramada Samaan Misk. Xo'p, ikkinchisi Darbunyan. Xo'p, bittasi 800 metr, bittasi 2,5 kilometr. Qaysi biri bo'sh bo'lsa, o'sha gastitsaga tushaverasizlar xudo xolasa. Lekin avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan inshaalloh. Xo'p, bundan tashqari Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, undan tashqari 50 bosh xizmati, 50 boshimiz billa borib, billa kelishadi aeroportdan. Xo'p, firma tomonidan kamzil so'mka bejik beriladi. Qaytilaganda 5 litr zamzam suvi bonus sifatida qo'shib beriladi xudo xolasa. Xo'p, to'lov masalalari qanaqa bo'ladi deydigan obunachilarimiz uchun to'lovlarimizni xohlasalar ofisimizga kelib, rasmiy kassalarimizga to'lovlarni qilib, kvitansiyalarni olib ketsalaring bo'laveradi. Xo'p, bundan tashqari agar ofislarimiz qaysi joyda joylashgan deydigan obunachilarimiz uchun Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Bizga uzoqlik qiladi, biz onlayn ham to'lov qilaveramiz deydiganlar uchun shu nomerda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Pasportlaringni tashlab bersalaring, Zagram pasportlaringni, xo'p, biz sizlarga rasmiy hisob raqam beramiz, bankka borib, jindekkina zakolat tashlab berasizlar, qolganini aeroportda hisob kitob qilaveramiz. Agar videoda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Bu Hikmat Travel rasmiy kanali, bemalol obuna bo'lib qo'ysalaring, har kunlik nechinchi kun uchyapti, qaysi kuni reys bor, narxlari nech pul, hammasini xudo xolasa ko'rib borasizlar inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarga ko'rishaylik.